Mani hayotdagi mana shu eng katta shou biznesning eng katta mani ustozim Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonovani bir narsa deb gapirsa yonib ketaman, jahlim chiqib ketadi. Nimaga? Sizlar u insonni ichini, qalbini bilmasdan turib nimaga bunaqa gapirasizlar? Men ko'pchilik bilan urushaman, yonib ketaman, chunki men bu insonni bilaman-ku. Qanday qilib jim qarab o'tiraman. Yulduz opamning qalbi juda go'zal. Bu inson haqiqatiga mehr bera oladilar. Yulduz opa aytadiki, "Voy, meni maqtamanglar" dedilar. Shunaqa insonni eshitganmisiz? Voy, opa bunaqa, yo'q, sen meni maqtama. Bu hammasi Alloh beryapti, Alloh qilyapti. Alloh buyuryapti, men shuni qilyapman. Bu miyamdagi ozgina suyuqlik nima qilardi dedilar. Bu ayol birovga yomonligi tegadigan, birovni g'iybat qiladigan odam bas. Men birov bilan urush qolgan taqdirimda ham yo xafa bo'lsam ham, qo'y Lola, unut o'shani dedilar. Kechirvor dedilar. Lekin yoningga yaqinlashtirma dedilar. Kechiraman, yaqinlashtirmayman. Bu ayolni bilmasdan turib qoralamanglar. Bitta qo'shiqlari bor Yulduz Usmonovani. Mo'ralamang eshiklarni qoqmasdan. Qoralamang odamlarni bilmasdan. Shuning uchun iltimos odamlarni bilmasdan qoralamaylik. Ko'rganimizni aytaylik. Masalan, to'g'risi ham shu inson orqali men Lola Sobirova bo'lib yuribman. Chetdan turib Yulduz opamga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Men o'zlariga aytmagan bo'lsam ham, garchi kunlarda yonida bo'lsam ham ayta olmayman. Yulduz opasiga katta rahmat. Boringizga shukr. Avvalo Alloh, oxir Alloh. Siz meni shu kunga kelishimga sababchisiz asl. Agar siz meni she'rlarimni olib chiqib qo'shiq qilib shoir qilmaganingiz meni boshqa san'atkorlar ko'rmasin. Yo'q odamni olib chiqib o'zlari kashf qilib Lola Sobirova shoira, muharrir qilganingizga sizga katta rahmat, sizni yaxshi ko'raman.